Assalomu alaykum azizlarim, ustalar. Yaxshimisizlar? Mana bugun o'sha tabloga suvni temperaturasini ko'rsatadigan programmalarda qanaqadir yo'llari bilan menga yetib kelib qoldi. Men buni ishlatmoqchi emasman. Shunchaki probaga ishlatib ko'rdim. Chunki men bu narsa uchun bir so'm xarajat qilgan joyim yo'q. Lekin qiziqishga ishlatib ko'rdim o'zim uchun. Shuni egalaridan xudo xolasa rozilik olsam, shu narsani qilaman mashinaga. O'zim ustaman. Mana hozir juda ham oddiy, qulay. Mana hozir klinkasi bor ekan, ko'rsatmayapti. Xo'p, hozir. Mana 90 gradus ko'rsatyapti, ko'rinayotgan bo'lsa. Mana bu yerda ham suv 90 gradus, 91 gradus bo'ldi bu yerda. Mana bu yerda ham 91 gradus bo'lib ishlayapti. Mana shu narsani o'ylab topganga, qilib xalqqa mana shuni taqdim qilgan odamga ming rahmat, otasiga rahmat, o'ziga ham rahmat. Faqat ustalardan bitta iltimosim bor. Iltimos ustalar, akalar, iltimos. Bu narsa kimdir mehnati, buni suiiste'mol qilmanglar. Iloji bo'lsa haqini berib kiyinglar. Haqini berib keyin ishlatsanglar bo'ladi. Mana shu mashinani o'zimizning mashina uchun qildim. O'zimniki ham emas, to'g'rirog'i bir tanishimning mashinasiga qilib berdim. Bu o'zimga qiziq bo'lgani uchun qilib berdim. Bundan hech qanaqa haq ham olmayman, bundan hech qanaqa pul ham olmayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.